Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'sh, hafta kuni bilan yakshanba Qashqadaryo viloyati Qarshi mashina bozori. Xo'sh, hurmatli obunachilar, avvalambor yangi yil kirib kelayotgan bayramlar bilan sizlarni chin dildan tabriklayman. Xo'sh, hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa videomizni boshladik. Qarshi mashina bozoridan, hurmatli obunachilar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib, videoni kuzatingizlar. Kanalimizga podpishkada bo'lib turingizlar. Nasib bo'lsa shu yaxshi arzon mashinalardan sizlarga egalari ruxsat berganlardan, varianti borlardan sizlarga taqdim etamiz. Xo'sh, YouTube kanalimizni pastki tomoniga o'tib turib, Telegram kanalimizning opsiyasi bor. Opsiyasiga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, uyda turib mashina sotaman, uyda turib mashina olaman deganlarga ham shunday xizmatlarimiz bor, hurmatli obunachilar. Xo'sh, nasib bo'lsa videomizni boshladik. Qani bitta like'larni bosib, videoni kuzatingizlar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Cobalt so'raganlarga Cobaltlardan, Gentra so'raganlarga Gentralardan, har xil mashinalardan mana bozorda narx-navoni sizlarga taqdim etamiz. Xo'sh, narx-navo qanday bozorda bugun? Aka, lasit sizdanmi? Olayotmaylik, ha? Yo'q, egalari ruxsat bermadi. Xo'sh, Gentra. Akamiz. Aka, YouTube'ga qo'yib qo'yaylikmi? Qo'yavering. Assalomu alaykum. Chaqirdim. Xo'sh. Aka, buni yili necha ekan buning? Siznikimi bu? 2015-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Gentra mashinasi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana. Xo'sh, konditsionerlari bor. Xo'sh, abizlarini hozir egasidan so'raymiz. 2015 ekan, abizlari yo'q bo'lsa kerak, 4-pokoleniya gazlari bor. Aka, motor xatoylari qanday buning? Motor xatoylarida ishi yo'qmi? Motor xatoylarida ishi yo'q deyapti, mashinaning ko'rgan holati. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, qayerda mashinasi bu? Qarshi shaharda mashinasi. Xo'sh, balonlar o'rtacha holatda, kalpakchalar qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, salonlar holati mana. Polik qilingan, chexol qilib olasizlar. Xo'sh. Aka, orqasini ham bitta ochib qo'ying. 75 Surxondaryoniki ekan. Generalni ham chiqaveradimi, aka? Xo'sh, generalni ham chiqaveradi deyapti. Generalni ham chiqaveradi, dokumentlardan muammo yo'q. Hurmatli obunachilar, mana orqalar zapaskadan balon qurish hammasi joy-joyida. Mana bu tomondan turgan holati. Xo'sh, mana passajirga tomonga holati. 2015 pul arzonlardan, hurmatli obunachilar. Aka, bu necha ming yurgan bu? 173 ming. 173 ming, ha? O'zining halol yurganimi bu? O'zining halol yurgani. Kraskalari qanday aka buni? 20-30% kraskasi. 20-30%, ha? Strashni udari yo'q, oldi arqa butun, ha? Strashni udari yo'q, oldi arqa butun deyapti. 20-30% kraskasi bor deb turib aytayapti. Aka, buni nechga so'rayapsiz? 77 labsa berib yuboramiz. 77 million, ha? 77 million bo'lsa berib yuboramiz deb turib akamiz aytayapti. Aka, bozor nech pul qildi? Nech pulga bermadingiz? 75 ga bermadim. 75 ga, ha? 75 naqd so'radimi? 75 millionga bermadim, naqd so'radi deb turib aytayapti. Telefon qilsalaring, biror narsa qo'shsalaring berib yuborishi mumkin. Generalni ham chiqaveradi deb aytayapti. Aka, qanday variantlarga sotasiz buni? Endi obunachilarimiz, aka, variantlarga mashinalardan chiqaring, shu 30 million, 40 millioncha pulim bor, shu qolganini bir 4 oyda, 5 oyda qilib bersam bo'laveradimi deb turib, 1 oygacha kutamiz aka, agar 1 oydan oshsa bankka beramiz. 1 oygacha kutamiz deyapti. 1 oydan oshsa bank qilib beramiz deyapti. Bank nech pulgacha beradi bunga? 60 milliongacha beradi, 55, 60. 55 million, 60 milliongacha beradi. Siz 77 million deyapsiz. 75 million bo'lsa 60 million bersa 15 million. 15 million puli bor odam ham telefon qilaversa bo'laveradi. Mana 15 million pul bilan ham mana shunday Gentralarni
olib turib minib yurishlari mumkin yaxshi kunlaringga. Aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90lik 872 00 77 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz. Buni ham qo'yib qo'yaylikmi? Ichoy ham sizdanmi? Ichoy ham akamizdan ekan. 1.6 Lacetti mashinasi, mana motor holati. Xo'sh, konditsionerlari bormi aka? Hamma narsa. Xo'sh, konditsionerlari bor, abezi yo'qmi? Abez bor. Abez ham bormi? Konditsionerlari bor, abezlari bor. Motor hadoylari qanday aka buni? Motor hadoylarida ishi yo'q, a? Yo'q, ishi yo'q. Motor hadoylarida ishi yo'q deyapti. Hamma joyi qilingan, mashina tayyor holatda. Lacetti mashinasi, mana ko'ringlar. Yili necha dedingiz buni aka? 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mashina, propan gazlari bor. Xo'sh, mana salonlar holati, polik chexol qilingan mashina tayyor holatda. Propan gazlari bor. Bulam generalni chiqaradimi aka? Bulam generalni chiqaradi. Kraskalari qanday buni? Kraskalar ikkita detallar bor. O'tar bo'lmagan, qirilgan, chizilgan joylari septirganmiz. Qirilgan, chizilgan joylarga septirgansiz. Buni qancha deyapsiz? 65 million savdosi bor, kelishtirib beramiz. 65 million savdosi bor deyapti. Buni qancha qildi bozorni? Hech pulga bermadingiz. Bozor 58 million qildi, bermadi aka. 58 ga bermadingiz. Qanday variantlarga chiqaradi bu? Endi 1 oygacha qarzga beramiz, yarim. Beraverasiz, ha, yarim pullarimiz, 30 million, 35 millionda bo'lsa. Faqat 1 oygacha. Faqat 1 oygacha. Ustiga pul qo'shilmaydi o'shanda berganimiz. Shunday, ustiga pul qo'shilmaydi. Kelishgan savdomizni 1 oygacha kutamiz. Shunday, 1 oydan oshsa bank qilib beraverasiz. Bank qilib beramiz. 1 oydan oshsa bank qilib beraveramiz deyapti. Mana pul arzonlardan, hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Akamiz shu har qanday yo'liga bo'lsa ham bo'laveradi deyapti. Bunisi-chi aka? Bunisi 2015 aka. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4-pakalina gazlari bor, ha? Ha, propani bor, Gentra bor. Propani bor, Gentra mashinasi. Buning motor hadoylari qanday aka? Motorlari bo'lgan, yaqinda qilingan. Motorlar hammasi joyida. Hadoylar hammasi joyida, ishi yo'q, ha? Kraskasi qanday? Kraska oldi kapot yarimi, mana krillasida bor. Chap kiriladi, orqa kiriladi bor. Orqa kiriladi. Udaru. Strashni o'tari yo'q, oldi arqa butun. Oldi arqa butun. Bu qancha yurgan bu? 190 ming. 190 ming. 2 kuruq yurgan ekanda, bunga 2 kuruq yurgan ekan. Buni qancha deyapsiz? Buni 85 ta biz kelishtirib beramiz aka. 85 million. 77 million qildi, bermadi. 77 millionga bermadingiz. Naqdga so'radimi 77 millionga? 77 millionga naqdga so'radi. Bermadim deb aytyapti. Bulam shu bularda aytganday yo'llarga chiqib ketaveradi. Ha, bo'laveradi. Hammasini kelishtiradi. Hammasiga bitta qilib turib telefon nomeri aytib qo'ying aka. 90lik 872 90lik 872 0077. 0077. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Akamizniki tirikchilik ekan. Endi baribir biron narsa qoldirmasa akamiz ham ishni qilmaydi. Ko'ringlar, mana arzonlardan Gentra, Lacetti, Gentra mashinasi. Aka rahmat, charchamang, bozoringiz bersin. Nasib bo'lsa obunachilarimiz telefon qiladi. Lacetti, Gentra qabul so'ragan obunachilarimiz ham ko'p. Xo'sh, hurmatli obunachilar, videomizni davom etamiz. Qo'yib qo'yaylikmi aka? Xo'sh, Nexia 3 mashinasi, motor hadoylari, hurmatli obunachilar, mana ko'ringlar. Xo'sh, konditsionerlari bor. Tushunmadim aka? Har kuni sizni tomosha qilamiz, endi sizni ko'ryapmiz. Ha. Rahmat. Xo'sh, konditsionerlari bormi aka? Xo'sh, konditsionerlari bor, hurmatli obunachilar. Motor hadoylari qanday? Hammasi zo'r. Motor hadoylarida ishi yo'qmi aka? Ishi yo'q. Motor hadoylarida ishi yo'q deyapti. Mashina tayyor holatda. Qayerda mashinasi bu? Qarshi mashinasi, ha? Qarshi shaharda mashinasi. Mana hurmatli obunachilar. Balonlar holati mana. 19. Xo'sh. Qalpoqchalar qo'yilgan, 4 ta balon yangi taqilgan. Yili necha? 19 edingiz, ha? 2019-yilda ishlab chiqarilgan Mokre Nexia 3 mashinasi mana. Polik chexol qilingan mashina tayyor holatda. Xo'sh, tuning qilingan tablolar. Aka necha ming yurgan bu? 85 ming. 85 ming kilometr yurgan. Orqasini ham bitta ochib qo'ying aka. 2025-yil qo'ygan metani deyapti, gazlari bor. Xo'sh, mana hurmatli obunachilar, orqalari metan balonlari mana. Xo'sh. Orqalari zapaska, damgaz balon kirish, aptechka angishlik hammasi tayyor. Joyi-joyida bu tomondan turgan holati. Xo'sh. Qancha yurgan dedingiz aka buni? 85 ming. 85 ming. 1 kirikka yetmagan ekan, ha? Halol proyegimi aka bu? Halol o'zim O'zining halol. 900 da maslab Xo'sh, almashtirib qo'yganman.
84.900 dan maslasi. Almashgan maslalarni ham olgan odam almashtirmaydi. Shunday minaveradi, ha? Olgan odam almashtirmaydi, shunday minaveradi. Aka, dokumentlaridan problema yo'qmi? Generalni ham chiqaveradimi? Chiqadi. O'zingiz nomingizdami? Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik, ha, dehqonchilik ekan akamizniki. Xo'sh, kraskalari qanday aka buni? Kraska yo'q, bitta javob bor, shunday turibdi. Kraskasi umuman yo'q, ha? Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaversin. Ustalaringni olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasiz. Hurmatli obunachi, akamiz kraskasi yo'q deyapti. Bitta ozgina chizilgan joychasi bor deyapti. Shu chizilgan joychasiga nima qilib silib turib qo'yganmiz deb turib aytayapti. Pulini nech pul deyapsiz aka buni? Buni 92 deyaptik. Sizlar ularskiz, sizlar kelib Ilhom akadan biza, Nodir akadan. Nodir akadan biza 88 ming beramiz. 88 millionga. Bozorga hozir nech pulga bermadingiz? Bozorda hozir keldim. Hozir keldingiz, ha? Bozorda hali so'ragan yo'q, ha? Bozor hali so'ragan yo'q deyapti. Akamiz ma'lumot berdi, ularni ham nima qilgan? Eshitdilaring. Aka, buni qanday variantlarga sotasiz? Obunachilarga bir variantlarini aytingchi. Misol, obunachilarimiz bizga kommentariyaga yozadi. Aka, 30 million, 40 million pulim bor, Nexia 3 olmoqchiman, Gentra yo Cobalt olmoqchiman, qolganlarini variantga qanchaga qilib beray ekan deb turib bizga yozadi-da. Shunga biz yozgandik. Shunaqalardan surishtirib, izlab, qidirib yuramiz. Shu qanday variantga? Nima kutamiz-da, bir 2 oy kutamiz. 2 oy kutaverasiz. 20 ming, 30 ming yetmasa kutamiz. Ha, 20 million, 30 million yetmasa, bir 2 oy choyga kutaverasiz, ha? O'z puliga kutamiz. O'zining puliga pul qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi. Pul qo'shilmaydi, o'zining puliga kutamiz deyapti. O'zining puliga deb turib aytayapti. Agar 2 oy choydan oshib ketsa-chi? Oshmoqchilik harakat qilamiz. Nodir aka deb turib yozing, aka chiqaveradi. Oshib ketsa qolganini o'zlaring gaplashib olasizlar aka. Aka bilan. Nodir aka deb yozavering, farqi yo'q aka. Ha, Nodir aka. Nodir aka. Shunday hozir. Ha, bo'ldi, ha. Mana shu podpisatsiya ham bosib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib sizlarga videomiz chiqaradi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana akamiz ma'lumotlarni berdi. Bir 2 oy choygacha kutib turaman deyapti. Mana varianti borlardan. Xohlasa 40 million, 50 million pullaring bo'lsa ham akamizga telefon qilib savdolashib bemalol olsalaring bo'laveradi. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93lik 93lik 550 550 69 19. 69 19 akamizga telefon qilib savdolashib olishlaring mumkin. Aka, rahmat, charchamang, bozoringizni bersin. Xo'p. Nasib bo'lsa obunachilarimiz telefon qilishadi. Xo'sh. Egasi ruxsat berganlardan videomizni boshladik. Siznikimi bu? Kimdan ekan? Gentra sizdanmi? Qo'yib qo'yaylikmi? Hozir qo'ydingizmi aka? Xo'sh, yili necha ekan buni? 24. Mexanik avtomat. 2024-yilda ishlab chiqarilgan oppoq Gentra mashinasi. Xo'sh, mexanika korobka 4-pokoleniya gazlari bor, hurmatli obunachilar. Mana motorlar holati. Xo'sh, mana motorlar holati, konditsionerlari bor. Xo'sh, abizlari ham bor aka? Bor aka. Abiz konditsionerlari bor, mashina tayyor holatda. Motor hadovoylari qanday buning? Ishi yo'q aka. Motor hadovoylari 4,5 ming yurgan. 4,5 ming. 150 ming so'rayapti. Yangi mashina. Qayerda mashinasi aka bu? Chiroqchi tumandi mashinasi. 4,5 ming yurgan deyapti. Mana salonlar holati. Polik chexol qilingan mashina tayyor holatda. Mashina yurmagan, 4,5 ming kilometr yurgan. Xo'sh, ko'ringlar hurmatli obunachilar, Gentra so'ragan obunachilarimizga yangi Gentra mana. Xo'sh, 4 ta balonlari mana yangi avtomat diskachalardan qo'yilgan, o'zi mexanika avtomat diskalar qo'yilgan. Xo'sh, mana passajirga tomongi qismlari. Xo'sh, evakuar polik chexol qilingan. Xo'sh. Aka, mashina 4,5 ming yurgan, bir marta moy almashtirgan. Bir marta moy almashtirgan. 4,5 ming yurgan. Yurgani yo'qmi mana? Yangi Gentra. Kraskalar qanday aka? Top toza. Kraskasi top toza, ha? Kraskasi top toza deyapti. Javob deyapti. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaversin. Ustalaringni olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Kraskasi top toza. Generalni ham chiqaveradimi? Generalni ham chiqaveradi. Dehqondanmi, tirikchilikmi aka? Dehqon aka. Dehqondan. Dehqon akalarimiz. Mana ko'ringlar hurmatli obunachilar. Xo'sh, aka, bu narxini nech pul deyapsiz buni? 155 ming so'rayapmiz. 155 million, ha? Bozor nech pul qildi? Qanchaga bermadingiz? 40 million. 140 million, ha? 140 million naqd pulga bermadingizmi? Naqd pulga. Biror narsa qo'shsa sotasizmi? Hozirroq bor ekan. Hozir bor, qanchalar bor?
Kelishamiz. Telefon qilishaversin, ha? Telefon qilishaversin, kelishamiz deyapti. Aka, buni variantlarini ham aytingchi, qanday variantlarga sotaverasiz? Bunaqa bank qilib beramiz aka. Bankka nech pul bilan kelsa, bank qilib berasiz shuni. Qancha puli bor bilan? Kelaversin aka. Bankni hal qilib beramiz. Bank endi bularga hozir qancha 130 million, 140 million beraveradi, ha? Bolaga 100 million chiqarib beradi. 100 million chiqarib beradi, 100 million chiqarib beradi. 40 million, 50 million puli bo'lsa, kelaversin, bank qilib beraverasiz. 40 million, 50 million pullaring bo'lsa, kelaverasizlar, bank qilib beramiz deyapti akamiz aytyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 77lik 77lik 078 078 09 09 98. 98 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'sh, hurmatli obunachilar, videomizda davom etamiz. Egasi. Xo'sh, Nodir aka deb turib yozsangiz chiqadi. Ha, Nodir aka deb yozsangiz chiqadi. Jentra kimdan ekan bu? YouTube'ga qo'yib qo'yuraylikmi? Qayerda mashinasi ekan bu? Qarshi shaharning mashinasi, ha? Qarshi shaharning mashinasi. Yili necha aka bu? 2020-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Gentra mashinasi. 127 ming yurgan, ha? 127 ming kilometr yurgan ekan. Xo'sh, konditsionerlari bor. 4-paketli gazlari bor, hurmatli obunachilar. Xo'sh, abizlari ham bor-a buning? Abizi ham bor-a? Abizlari bor, konditsionerlari bor. Xo'sh, hamma motor xodovoylari sistemasi zakonda turibdi. Aka, motor xodovoylari qanday motor xodovoylari? Siz sotyapsizmi? Motor xodovoylari qanday? Motor xodovoylarda ishi yo'qmi? Yo'q, umuman qo'lini urmaydi. Qo'lini urmaydi, ha? Oladi, minadi faqat. Olasizlar, minasizlar. Motor xodovoylarda ishi yo'q deyapti. Mana hurmatli obunachi, balonni holati. Dokumenti ham muammo yo'q. Balonni holati o'rtacha holatda, dokumentlarda muammo yo'q. Generalni ham chiqaveradi. Generalni ham chiqaveradi. Dehqondanmi, tirikchilikmi aka? Tirikchilik aka. Tirikchilik, rahmat. Tirikchilik ekan akalarimizniki. Hurmatli obunachi, poliylar qilingan. Zavodskiy metan. Zavodskiy metanlari bor. Xo'sh, monitorlari bor, hurmatli obunachilar. Qancha yurgan dedingiz aka? 127 ming kilometr yurgan ekan. Orqalari mana. Xo'sh, zavodskiy metanlari. Mana. Zapaskidan ko'ra balon kirish hammasi joyida. Mashinaning turgan holati. Xo'sh, 127 ming kilometr yurgan ekan. Mana hurmatli obunachilar, passajirga tomongi qismi. Assalomu alaykum aka. Charchaymizmi? Sizlarga baraka aka. Rahmat. Hurmatli aka. Bo'ladi, shu elda xizmatidamiz, xalq xizmatidamiz, shu qo'limizdan kelgancha. Rahmat. Aka, siz sotasiz buni? Aka, buni qanday kraskalari, qanday bir ma'lumotlarni obunachilarga berib o'tingchi, obunachilarimiz. Mantiqiy kraskasi bor, bu zamin ko'zi. 24 ko'zib qo'yilgan. 24 ko'zib qo'yilgan. Ha, zamin ko'zib qo'yilgan. Ana shu tomonida, shopir tomonida ozgina kraskachasi qo'yilgan. Kraskachasi bor deyapti. Bu tomonda pitnachalar. Strashni yo'q. Strashni yo'q, ha? Strashni yo'q deyapti. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 110 deyapmiz. 110 million, ha? Nech pulga bermadingiz? 95 ga. 95 ga naqdga bermadingizmi? 95 ga naqd pulga bermadim deyapti. Generalni ham chiqaveradi, ha? Chiqadi 100%. Generalni ham 100% chiqaveradi deyapti. Shaharning mashinasi. Aka, buni qanday variantlarga sotaverasiz buni? Naqdga traktor olish kerak. Naqdga sotasiz. Naqdga sotaman, traktor olishim kerak deyapti akamiz. Aka, bir 50 million, 60 million puli bor odamga ham ozroq variantga qilib bering shuni. Ko'rasiz, inshaalloh. Telefon qilishaversin, ha? Telefon qilishaversin, gaplashamiz deyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 91lik 474 86 86 04. 04. Akamizga telefon qilib savdolashib olishlaring mumkin. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'sh, hurmatli obunachilar, videomizda davom etamiz. Xo'sh. Egalari ruxsat berganlardan har xil mashinalardan sizlarga bir qator taqdim etamiz. Xo'sh. Bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yib, kanalimizga da patishkada bo'lib turingizlar. Nasib bo'lsa sizlarga videolarimiz taqdim etamiz arzon-arzonlaridan. Xo'sh. Lasetti kimdan ekan bu? Xo'sh, egasi yo'q. Egalari ruxsat berganlardan bir qator. Xo'sh, bu tomonda mashinalarimiz ko'p. Bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib, videoni kuzatingizlar, hurmatli obunachilar. Variantga sotaman, bankga sotaman degan akalarimizdan nasib bo'lsa sizlarga taqdim etamiz.
Xo'sh. Assalomu alaykum. YouTube'ga qo'yib qo'yaylikmi aka? Yo'q. Akalarimiz ruxsat berganlardan. Aka assalomu alaykum. Qo'yib qo'yaylikmi YouTube'ga? YouTube'ga qo'yib qo'yaylikmi? Xo'sh, qayerda mashinasi ekan? Chiroqchi tumani mashinasi, hurmatli obunachilar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mashinasi, 1.6 dons motorda, bez konditsioner. Xo'sh, motor xatolar qanday aka? Motor ochilmagan, ha? Motor ochilmagan. Motor xatolarida ishi yo'qmi? Motor xatolarida ishi yo'q. Motorlari umuman ochilmagan deyapti. Propan balon qo'yilgan. Benzin, gaz propanda yuradi. Mana mashinaning turgan holati. Xo'sh, balonlar holati mana kalpochalar qo'yilgan, o'rtacha. Xo'sh, bakovochalarda svitchalari bor. Nexia 2 mashinasi oppoq rangda mana. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Polik chexol qilingan. Mashina tayyor holatda. Qancha yurgan aka bu? 2 kirib yurgan. Orqasini ham bitta ochib qo'ying aka. Xo'sh, 80 nomerda turibdi. Generalni ham chiqaradimi? Generalni ham qilib beraverasiz, ha? Generalni ham qilib beraveramiz deyapti. 80 nomerda turibdi ekan. Mana orqalari hurmatli obunachilar. Xo'sh, mana propan balonlari. Xo'sh, zapaska damkirik balon qurish hammasi joy-joyida. Xo'sh, mana orqalari chiragan joylari yo'q. 2014lardan Nexia 2 oppoq rangda. Xo'sh, mana mashinaning bu tomondan turgan holati, mana bakovochalarda svitchalari bor. Xo'sh. Aka buni siz sotasiz, buni? Aka buni kraskalari qanday buning? Kraska 15 ming, faqat kirillasi, Strashniy udari yo'q, ha? Strashniy udari yo'q. Oldi orqa butun kapotlarda ozgina pitnachalari bor deyapti. Nech pul deyapsiz aka buni? 58 kar. 58. Bozorga nech pulga bermadingiz? 50 so'rabdi. 50 millionga naqd pulga so'radimi? 50 millionga naqd pulga so'radi, bermadim deyapti. Xo'sh, generalni ham chiqaradi deb turib boshida aytib o'tdik.